ko'rmasam ham qo'rqardim. Olabo'ji bu aslida Chingizxonning katta o'g'li Jo'ji bo'lgan. Mo'g'ul bosqin qilgan. Endi shunday bir qiyin zamonlar bo'lganki, hali hanuz xalq tilida saqlanib qolganda Bo'ji keldi deya. Lekin shunday bir qiyin zamonlarda ko'plab insonlar mo'g'ullarga qarshi kurashdilar. Jaloliddin, Temur Malik, din ilmining yulduzi Najmiddin Kubrodagi buyuk zotlar. Bilasiz, Najmiddin Kubro asli xivalik bo'lgan. Islom olamida 4 ta tariqat bor. Yassaviya, Kubraviya, Naqshbandiya, Moturidiya. Kubraviya tariqati asoschisi Najmiddin Kubro Xivada dunyoga keladi. Lekin u kishi mo'g'ullarga qarshi kurashaman deb Xorazmning eski poytaxti ko'hna Gurganchda, hozirgi Turkmaniston tomonlarida jon beradilar. Lekin Najmiddin Kubroning izdoshlari Xivada qoladilar. Shulardan bittasi Hazrati Pahlavon Mahmud pirimiz. Bu kishining ismi asli Mahmud bo'lgan. Lekin bu kishi butun umr kurash tushganlar, kurashchi maydonlarda. Biror bora ham kurashda yelkalari yerga tegmagan ekan. O'shaning uchun ham ismi Mahmud bo'lsa-da, xalq ulug'laydi. Pahlavonlarning piri ustozi, Xorazm shevasida polvon pir otamiz deymiz. Polvon pir otamizni ota kasblari usta hunarmand bo'lganlar. Teriga ishlov berib, boyagidek cho'girma, postilla, oyoq kiyimlar tikkanlar. Bir zamonlar biz turgan maskan Mo'g'ul bosqini 160 yil davom etganda, o'sha paytlari ota-onasini, boshpanasini yo'qotgan yetimlarning musofirxona bo'lgan Pahlavon Mahmud postin tikib kuniga 10 so'm topsalar, 9 so'mini shularga xarj qilib, shularni boshini silab 1 so'mi bilan kun ko'rganlar. 79 yil umr yashab ijod qilganlar, oila qurmaganlar. Agar oila qursam, e'tiborim oilamda bo'lib, xalqim esimdan chiqadi. Endi Mo'g'ul bosqinida erkaklar, ayollar jangga kirgan, lekin yosh bolalar bo'ladi, ana shularni boshini silaganlar bu inson. 1247-yilda Xivada tug'ilganlar, 1326-yilda Xivada yashab ijod qilib, o'zlarini postdan tikkan uylariga shogirdlari tomonidan dafn qilinganlar. Boya men aytdim, bizada suv yaqin bo'lganiga hali hanuz mana shunaqa yer ustiga dafn etiladi. Agar jasadni yer ostiga qo'ysa, yer osti suvlari bilan qo'shilib, har xil kasallik ko'payishi mumkin. Endi bu inson nimaga ulug'lanadi? Manbalarda bu kishini Hind podshosi Hindistonda bo'ladigan kurash kechasiga taklif qiladi. Ke deydi bu kishiga, aytadi, butun dunyoda o'zingga o'xshagan pahlavonlarni Hindistonda bo'lib o'tadigan kurash kechasi. Hozir biz sport kechalari, turnirlar deymiz. Shu turnirga bu kishini taklif qiladi. Bu kishi ham boradi, kurash tushadi. Agar deydi yutsang deydi, pulni olib ketsang deydi, bu yerda g'olib bo'lib, mana bu ozod chekkan xalqingga berasan, og'irini yengil qilasan. Boradi, kurash tushadi, 40 kecha barchani yengdi deydi. Qaytaman desa, podsho bu kishiga mablag', ot, ulov bermoqchi bo'ladi. Bu kishi aytadi, yo'q deydi, men dunyoga kelmasimdan necha yillar avval Shimoliy Sharqdan mo'g'ullar keldi, Markaziy Osiyo yerlariga. Ularga qarshi barcha jangga kirdi, lekin yosh bolalar jonini saqlab qolamiz deb janub tomonlarga qochib, ko'chib, sizga makon tutgan ekan meni yurtdoshlarim. Hozir shular katta yigit, katta qiz bo'lgan, lekin qul bo'lib yashayapti ekan. Ana shularni bering, o'zim bilan birga olib ketaman. O'shanda Hind podshohi aytadi, bu xalq usta ekan, bularni qo'li gul ekan, bularni senga bergim yo'q, bular menga shunday imoratlar qurib beryapti. Nima yutgan bo'lsang, o'shani olib uyingga ravona bo'laver deydi Pahlavon Mahmudga Hind podshohi. O'shanda bu kishi aytadi, unda yurtdoshlarimni hech bo'lmaganda bittagina molni terisiga sig'adiganini ozod qiling. O'ylabdiki, Hind podshosi molni terisiga nari borsa, bir 2-3 ta odam sig'adiyda mayli deb rozi bo'ladi. Bilmaydi-da, bu kishining ota kasbi postindoz usta bo'lgan. O'shanda bu kishi terini qo'liga olib, terini oshlab, yumshatib, undan ip yasab, bir-biriga ulab katta arqon hosil qiladi. Tarixiy manbalarda bu kishi yasagan ipga, arqonga 5000 ga yaqin odam sig'gan ekan. Endi bu manbadan biz bu insonning o'z davrini nafaqat jismonan, balki aqlan va ma'nan yetuk shaxs bo'lganini anglab yetsak bo'ladi.